donasi oldingi buni ham ishqibozlar bor, bitta qo'shnisi olishgan bo'lsa, endi mashinadan zakaz qilishayotganligi uchun buni o'zidan tayyorlayapti. Endi hozir aslida mana haligi vakillikka o'tganmiz, vakilliklarimiz chang tepaga chiqarmaydi. Misol haligi 28 dan pichog'i bor. Bularimizniki pichog'i o'sha Rusul haligi qilingan mana pichoqlar. Ularda 12 ta pichog'i bor. Bunisida mana Rusul balki ikdona haligi ishlab qo'yilgan. Soludan bo'lgan zatiqlari Xudo xolasa. Avtomobilda stoldan bo'lgani ham bor. Vakilliklarimiz bor. Malatga o'ylari ham bormaydi. Malatga o'y vakilliklar. Vakilliklar bilan. Malatga o'yligi ham Malatga o'ylar maydalar, don maydalar beradi mashlar. Donlar maydalar beradi. Bu qashaq chiqarishdan foydasi bor. Dontak, haligi o'ta qalin haligilar bor. Qalinlarini pichoqlar maydalar beradi. Bular tegirmonga ikkita olib borishmaydi buni olgan odam. Misol bitta hayvoni bor, 100 ta hayvoni olgan. 4 kilovatlik, 3 kilovatlik drabkalarimiz bor. 224 ga ishlaydi hammasi ham. Hammasi 224 ga ishlaydi. Endi kattaroqlarni, katta firmalarga so'rashyapti, ular o'rnatib beryapmiz. 22 kilovatlik, 15 kilovatlik drabkalarimizni ham so'rashyapti. 3 parza bo'ladi. Katta haligi motor katta ekan, 3 parzaga bo'ladi. Ulardan ham bor telefon qilishaveradi. Hozir bu yerda nima? Bu yerda hammasi 220 ga ishlaydi. 220 ga ishlaydiganlar shaydi. Zakazga tayyorlab beryapmiz. 7 tonglar bo'ladi. Katta firmalar ham o'zi ko'ryapsiz ko'payib ketdi. Buni o'zimiz 100 tagacha bo'lgan, ikkitadan 100 tagacha bo'lgan. Buni olishaveradi. Buni olishib, mana bu taksi